eski kadastr olmayacağımızda 5 kişi varsa yangi kadastr kısak değil. Savdo do'koni sizniki nima bu? Yok, oilaviy bog'cha. Ha, Nimasi jamki? Eski raqamlashtirilganda eskida qolib ketganda yangisi kerak. Uzkatga kiritilmagan demoqchisiz. Kiritilgan nomerlangan faqat hozirgi nimamiz yo'q. Buni hozir qaror bering, yangi zamonda. Yozdiringmi o'zim ko'rib beraman. 68 yozilmay qoldi 64. Mana endi o'tirib tursangiz nima bo'ladi? Hozir bu yoq bo'lgandan keyin kelasiz. O'tirib turing. ism familiyasi kimni deysiz? Rahima Nodir. Tojikman Oybek. Necha o'rinli bog'cha? 25. Eskida qolib ketgani uchun ko'rib olmayapman-da. Bu uy bog'cha, uyingizda qilasiz. Masalan, Kengaytirish uchun o'sha kadastr to'g'ri kelyapti-da. Eskida qolib ketgani uchun. Bino qo'shilganmi, hali yangi kadastr kerak, xullas. Bormi xonalari yana? Ha, bor. Qo'shilgan joyi bor, lekin Shuni kadastrda qilib bersa qancha yana kengayish yo'lini yaratadi. Shuni ko'p ketish kerak. ha, ya'ni ikkita qo'shiladi ish joyi, hozir ikkita ish joyi bor. Aytasiz, to'g'ri. Aha.